Mana shu idishlarda kim birinchi bo'lib yig'ib kelsa, o'shanga 200 ming beriladi. Unaqada odam topgani ketdik. Davay. Ketdik, tezlashamiz. Doston Stier o'zidan chap tomondan odam izlashni boshladi va bitta odamni topdi. Tamam, o'yin o'ynashga rozimisiz biz bilan? Ketdik unaqa. Men esa iloji boricha kuchliroq va zalga boradigan odam topishga harakat qildim. Kerak yo'q narsa taxlab qo'yganmiz, ko'ryapsizmi? Agarda kim birinchi yig'ib olsa, o'shanga 200 ming bermoqchimiz. Okey, Samandar va Shahboz tayyormisizlar? Hozir 3 kishi sanaymiz va o'yinni boshlaymiz. 1, 2, 3. ketdik. Boshlang. Men tanlagan ishtirokchi o'yin boshlanganini bilmay qolib o'yinni kech boshladi, lekin Hali bo'ldi, bizniki. Yoradilar Shahboz. Mashoirlarimiz aytganidek, g'irromni g'iri, qo'limni kiri. Mujik. Krasavchi, ko'rdinglarmi? Mani instinktim bekorga ishlamaydi. Yesicho, men qidirayotgan qiz. O'sha gap. Ko'rganlaringiz o'yin vashi dahshat bo'ldi. No ikkalasi ham bitta tomondan qilishdi. No baribir ham Samandar yutdi. Samandarga pul berish jarayonida Lyovki maqtan boramiz. Hamma joy dollar bo'lib ketgan. Yo'q, men yeplab bo'lmaydi. Endi mazza qilib pulni ishlatishni o'ylaganda Dostonbek savol berdi. Qilamiz, aka pulni. Nima qilamiz? Ishlatamiz endi. Bo'lishingizmi?